Давай. Let's go. Let's go. Hammaga assalomu alaykum. Bu Er-xotin podkast. Bugun Germaniyaga kelish tarixi haqida ikkinchi qismini olib gapirib beramiz. Like, kommentariy, podpiska bosib qo'yinglar, juda ham qiziq bo'ladi. Hop, o'tgan videomizda Germaniyaga uchib keldik. Myunchendamiz, aeroport. Что дальше? Что дальше? Aeroportdan chiqdik. Keyin сразу крутой poyezdga o'tirdik. Anu ICE deganiga. ICE nima? Juda ham menga yoqdi, chunki ana diqir qilmaydi-da poyezd. Tekis, beshumniy poyezd ekan. Ovozi yo'q, qanaqadir menga yoqdi. Yana o'sha kuni zo'r anaqa yomg'ir yog'yotdi. Men juda ham yomg'ir yaxshi ko'raman. Faqat videoga olib ketganman hamma poyezd atrofini, ichini. Chimodanchalaring. Chimodanim quchoqlab ketganman, chunki aeroportdan zo'rg'a chiqqan, yo'qolib qolay deb. Poyezddan to'g'ri uyga keldik, to'g'rimi? Myunchendan to'g'ri uyga keldik. Ha, 2 soatda keldik. Ha. Keyin Vangendan avtobusga chiqdik. Avtobusdan o'zimiz tushib, menga nachalnik aytgandi, kelganinglarda telefon qilsang olib ketaman deb. Menda har safar shunaqa bo'ladi, qayergadir ketsam aytadi-da, polibom. Telefon qilsang o'zim borib olib kelaman, uzoqroq shahardan ketiladi. Dedi, lekin men har doim o'zim kelganman. Agar vaqtim, nima deydi, poyezddan tushdim, agar avtobus shunday to'xtab turgan bo'lsa yoki vaqtim 10 minutda keladi avtobus. Men telefon qilib, uni yana yarim soat kutib o'tirmayman-da. Men unaqaman. Sen navbar o'tasan. Men Instagramda yurganda ham millionta avtobus uyimga borsa, odamga telefon qilardim. Odam olib ketmaysizmi qattasidan? Qizim, Severniy vokzaldaman. Mendan tipa uzoqroqda bo'lsalar, "Yo'q, odam sizni kutib turaman, mayli, olib keting." Случайni aytib ber. Yomg'irda yig'lab dadam chaqirganman deb aytib berding-ku, senami? Stuttgartdami aytib berding, adashmasam. Tipa taksi qimmat aytganmi? Esladim. O'zim ham yaxshi havo bo'lmasa, yoqmasa o'qishga bormayman-da. Bormasdim. Keyin lekin ekzamen bor edi menda. Ertalab chiqqanman, shunaqa ko'p qor yoqqan. Ostanovkagacha chiqmaganman-da, taksi chaqirganman. Taksi 105 mingmi, 100 mingdan oshiq bo'lgan. Bari, mayli, o'qishga yetvasam bo'ldi deganman. Lekin yo'qqa keyin chiqqan bo'lganman. Keyin taksiga o'tirganman-da, taksi ham o'qishimni oldiga tushirmaganda, bitta ostanovka bu yoqda tushirgan, tipa shunaqa belgilagansan degan. Men bitta ostanovka o'shtiga yurganman, qorda oyoqlarim muzlab ketgan, bir amallab shunda kirganman o'qishga, tez ekzamenni topshirib chiqqanimda уже miyamga berib yuborgan sovuq. Adamga telefon qilganman, yig'lab, men sovqotib ketdim. Nimaga meni hech kim o'qishga borib qo'ymaydi? Ado tez keling. Istimam ham chiqayotgan bo'lgan, keyin bilib qolganman. Istimam ham chiqayotgan bo'lgan, keyin adam olib ketganlar shunaqa qilib. O'zi ko'p shunaqa bo'lardi. Shunaqa случай bo'lardi. O'qishga bahona qilardim, bormaslik uchun adam olib borib qo'yardilar. Keyin kelganda erinardim, kelgani uchun adam olib kelib qo'yardilar. Hop, Germaniyaga qaytamiz. Xullas shunaqa menda naborot, agar avtobus kelsa, ular hammasi chotki bo'lsa, men telefon qilib yana uni kutib o'tirmayman-da, kimdir. O'zim ketaveraman, velosipedmi, avtobusmi, poyezdmi, chiqib ketaveraman. To'g'ri, sizda shunaqa. Biz ham shunaqa qilib keldik. Keldik, avtobus keldi. Avtobusdan uygacha ham uzoq emas edi, tam 400 metr, 500 metr ostanovka. Kirib keldik uyga, uy qalay. Это очень красиво было. Kirdim, двухэтажный такой chiroyli uy. O'zim xonamdan chiqishda balkonlari, katta birinchi etajda kuxnyadan chiqishda ham terrasa, qanaqadir hammasini tanishtirib chiqqansiz. Bu bunaqa xona, bu bunaqa xona deb. Mazza qilganman, menga juda ham yoqqan. Haligacha aytaman, hozir ham menga eng uy yoqadigan joy bu balkon. Sevaman balkonni. Prosta chiqib, unda manzaraga qarab, chiroyli manzara ham joylashuvimda, manzaraga qarab, nafas olib, yana xonamga kirib ketaman. Birinchi kun o'tdi shunaqa qilib, ertasi kuni yig'lagansan. Men ishga chiqib ketganman. Ishga chiqib ketgansiz. Men o'tirganman, tushunmaganman.
ko'zimni ochganimda hech kim yo'q. Aytgan ishga ketaman deb. Ishga ketgansiz, men yuzimni ham yuvmaganman, choy ham ichmaganman. Shunda prosta o'tirganman bitta joyda, o'sha ikkinchi etajda xonada o'tirganman. Pastga ham tusha olmaganman, nimagadir qo'rqqanman. Prosta pastga tushib oshxonaga tusha olmaganman. O'tirganman yig'lab. Keyin siz vohli kelgansiz o'sha kuni. Kirganingizda men mishkaga o'xshab bitta joyda o'tirganimni ko'rib, yugurib kelgani, yugurib kelib quchoqlagan. Keldingizmi? deb yugurib kelib, qornim ochib ketdi meni unda. Tushmaganman pastga, yugurib keldim, lekin rosa yig'laganman. Yig'lamaganman, xafa bo'lganman. Lekin yig'laganman ham. Keyin o'sha kuni birga adashmasam magazinga bordik, to'g'rimi? Magazin aylandik. Siz doimo shunaqa qilasiz. Magazinga borganda, esingizdami nima degansiz? Ha. Bor magazinga. O'zingni jo'natganmiding? Yo'q, birinchi kun birga borganmiz, adashmasam. Birinchi marta menimcha borib birga anaqa senga ko'rsatgandim. Prям borib ko'rsatmagan. Siz nima qilgansiz esladim. Magazinga aylanganmiz, ko'rsatganmiz. Siz bor kassaga pulini to'lab chiq degansiz. Ha. Bilmayman men desam, yo bilasan, bor. Shunday narsani o'tkazadi, kartani olasan, to'laysan, bo'ldi. Nimadir so'rasachi desam, oldingda turaman, qo'rqma degansiz. Hech ham oldimda ham turmagansiz. Siz adaptatsiya yaxshi bo'lsin deb, attelabdan magazinga jo'natardingiz. Avtobusda bor boshqa shaharga borib kel yoki bor aylanib kel. Esingizdami mana joyi? Qaysi shahar edi? Konstans. Necha kilometr uyimizdan? 50 kilometrcha. Bor, aylanib kel. 50 kilometr ham qanaqa 20 kilometrga bitta shaharga borasan. Friedrichshafenga borarding. Aytdan keyin men kema yoqadi deb ataylab senga jo'natganman-da. Yoqqan-ku senga, to'g'rimi? Da, judayam. Bilasizmi? Bilmagan joyimda siz ham masalan bilmagan joyingizda qo'rqasizmi yurgani? Men juda ham qo'rqaman. Bilmagan joyimda yurib, men qo'rqardim-da. Siz lekin motivatsiya berardingiz. Men bitta tushasan, o'ngga qaraysan, chapga qaraysan, yo'ldan o'tasan, o'tga borasan, betga borasan deb o'rgatardingiz. Endi uydan chiqmasdan bitta magazinga borib kelib yoki uyingda oldida aylanib, xullas ko'chaga chiqmasang, odamlar bilan gaplashishga harakat qilmasang, bir shaharda yurmasang, xullas nima demoqchiman? O'rganishing qiyinroq bo'ladi-da. To'g'ri. Ko'chaga chiqmasang, Germaniyaga ko'nikishing, вообще begona joyga ko'nikishing qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun men aytaman, bor chiqib aylanib kel, bor bu shaharga borib kel, bor magazinga borib kel, o'rganasan, ko'rasan, birinchisida tushunmaysan. Hozir mana bemalol borib o'zing qo'rqmaysan-ku. Qo'rqmayman hozir. O'shanda birinchi martasiga hayron qolganman-da. Bir kun bo'ldi, yonimga nimaga bor magazinga deyaptilar deganman. Endi aytaylik, magazin ham uzoq emas, bitta stanovga. 500-600 metr uzoq emas. 500-600 metr. Конечно, 5 kilometr vaqti bo'lganda sen jo'natmasding. Shaharga jo'natgansiz. Shaharga ham qanaqa bitta avtobus bilan borasan, bo'ldi, и всё. 8 ta пересадкасы bo'lsa ekan, u tushunmasdan sen. To'g'ri. Bu tем более anaqa borgan joyimizga jo'natganman. To'g'ri, lekin meni bitta anaqam bor. Men borgan joyimni eslab qolmayman. Yo'lda ham qarayman, bunaqa o'ngga chapga qarayman. Borgan joyimni eslab qolmaganligim uchun sizga aytardim. Eslab qolmayman, yo'lda qanaqa boraman deb aytardim. Kelganimizdan keyin sразу dokument ishlari boshlanib ketdi. Birinchi propiskaga qo'ydik meni. Propiskaga qo'ygani bordik. Aytdi sразу problema перевод bilan. Da. Zaks qog'ozimiz nemis tiliga xato o'tkazilgan edi. Toshkentdan men olib keldim. Toshkentdan o'tkazib nemis tiliga o'girilib keldim, lekin qaramagan ekanman. Xatosi bor ekan u yerda. Germaniyada uni qabul qilmadi. Keyin o'shani orqasidan rosa yugurdik. Ancha problema bo'ldi. 1,5 oy ketdi o'sha narsaga ham. Qarang, bemalol. Переводni kutib qoldik-da biz. To'g'ri. Bizda 2-3 kunda bitadigan narsa bu yerda 1,5 oyda bitdi. Bizga u narsa tezroq kerak. Undan keyin strafovkamiz kutib turibdi. Undan keyin vizani cho'zdirishimiz kerak, so'rovi tugayapti. O'zi 1 oy o'tkazdirib kelgandik-da. Shuncha narsa kutib turibdi. Bu yoqda biz prosta
periodni kutib o'tiribmiz. Nimaga shunaqa? Nimaga Toshkentda bir kunda bitadigan ish bu yerda 1,5 oy shunaqa vaqt oladi? Nimaga oddiy переводni nemis tiliga перевод notariusdan bir kunda Toshkentda qilamizda, bu yerda 1,5 oy kutdik. Men uchun bo'lgan. Judayam g'alati emas, qanaqadir почему deyman men. Men haligacha ko'nika olmayman bunaqa narsalarga. Mana hayron qolganman. Masalan, oddiy tirnog'ingizni ichiga o'sadi-ku, o'shani doktorga telefon qildim. Qachon dedingiz? Очередь O yangi yildan keyin, yarim yilda aytyapti-da. Yarim yil aytyapti. Bitta siz tirnog'im og'riyapti, oldirishga bormoqchisiz tam. Yarim yildan keyin deyapti. U yerda tam qaysidir oygacha to'la deyapti-da. Imabi oyda men отпускim bor, dam olishim bor. 1 oy bo'lmayman. Undan keyin yangi yil bo'lar ekan, уже вот maba oyidan deb, почти 6 oydan keyin срок aytyapti. Men ham haligacha ko'nikmadim. Shu dokument ishlari qanaqadir doktorga yozilishlar slishkom ko'p vaqt oladi. Eng kamida 1,5 oy. Kamida. Doktorga ishimiz tushmasin. To'g'ri. Переводimiz bo'ldi. Propiska ham hal bo'ldi. Undan keyin vizaga ariza topshirdik. Cho'zdirgani. 3 oylik vizam уже tugab qolyapti. 1 oy qolganda anaqa qildik. 1 oy qolganda biza Auslander Behördaga termin olishga harakat qilishni boshladik. U ham siz yomon stress oldingiz lekin. Siz yomon stress oldingiz, har kuni siqilib qolardingiz. Nemis tiliga o'girmadik zakisib, anaqa propiskaga bitta oila emas, отдельно yashaydigan qilib qo'yib qo'yadi. O'sha bo'lmadi. Sitora Bonuni vizasi tugab qolyapti. Yana nimani o'yladingiz? Hammasiga ChatGPT aybdor-da. Hammasiga ChatGPT aybdor. Nimadir yozasan, ko'rayotganlar ham agar ChatGPT ishlatsanglar, ishonmanglar. Даже dokument ishlarida ayniqsa silna mayli qanaqadir bir oddiyroq narsa, masalan tam bilmayman, xurmo qishda pishadimi, yozda pishadimi desang, aytadi. Не так уж глубоко возникать qilmaydi. Ammo bu dokument ishlarida sen bilmaysan-ku, конечно yozasan, tipa qanaqa dokumentlar so'rashi mumkin deb. U senga deb beradi-da. Esingdami? Страховкani qo'ygani borganimizda ChatGPT yozgan bironta dokumentni so'ramagan. To'g'ri. Bitta bergan savoli receptionda. Familiyalar bir xilmi dedi. Pasportingizni bering degan bo'ldi, страховкamiz bitib ketgan. ChatGPT yomon ko'p meni asabimga tegdi. O'shaning orqasidan ko'p siqildim. Itogi berdi, qancha vaqtda berdi termin? Qancha vaqtda termin berdi? Auslander Behördaga ham? Da. Sentyabrda boshlagandik. Sentyabr boshida boshladik. Sentyabr, oktyabr, hozir oktyabr 2 oyda beribdi. 2 oyda berdi-da. 2 oy ham qarang, undan ham voqili topshirardik. Bizning qo'limizda zakis qog'ozi nemis tiliga o'girilgani yo'q edi. Undan ham oldinroq biz harakat qilishni boshladik. Endi 2 oyimda olib qarasa juda ko'p ham emas, normal ham. Lekin bizga javob bermadi-da ular. Lekin vizasi tugayotgan odamga bu plus bizda vizamiz tugab o'tib ham ketdi почти. O'shada tugab o'tib ketyapti-da, bu yerdan ular na javob beryapti, na bir qanaqadir hech bo'lmasa javob berganda, mana sizlarning ishinglarni ko'ryapmiz, xavotir olmanglar degan. 2 oydan keyin olasizlar termin desa boshqa gap. Mayli, to'g'ri oldik terminda ham. Endi yaqinda bir haftadan keyin birinchi mamlaqa kartochka Aufenthaltstitel olasiz birinchisini. Necha yilga beradi? Menimcha menga ham qiziq. 4 yilga bersa kerak deb o'ylayapman. 4 yilga beradi deysanmi? Da. Sizniki ham birinchi olganingiz 4 yil berganda, to'g'rimi? 4 yilga bersa zo'r. Zo'r degani? Lekin men o'ylayman, как minimum 1 yil yoki 2 yilga beradi. Kamida. Minimum. Bunga javob menimcha kamida 1 yil 2 yilga beradi. Menda qanaqa bo'lsa, senda ham xuddi shunaqa beradi-da. Demak, yaqinda krutoy viza olamanmi? Krutoy viza olasan. Yaqinda krutoy viza olaman. Bir haftadan keyin. Xudo xolasa. Undan keyin yana nima ishimiz qoladi shunda? Undan keyin sizni vizangizni
qilishimiz manga qoladi. olishimiz kerak. Manga Sizniki manikidan ham krutoy viza bo'ladi faqat. tugamaydiganidan Tugamaydigan viza bo'ladi. U qanaqa u tugamaydigan viza olish? постоянный bo'ladi-da. Типа реально бесконечно bo'ladimi? Типа вот 2020 nechidirinchi yilgacha emas, просто бесконечность bo'ladimi? Menimcha shunaqada, сроки bo'lmaydi. Srogi bo'lmaydi. Da. Zo'r-ku. Keyin xohlagan joyingizga boraverasizmi? Da. Voy. Hozir sen olayotgan, Ilohim, xudo xolasa shu vizangizni tezroq oling. Amin Alloh akbar. hozir sen olayotganing adashmasam VNJ deydi-da, временный nima deydi? Место жительства nima deydi? Наверное. Shunaqa deyiladi. Не знаю. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. To'g'risi, Расшифровкасini men ham bilmayman. VNJ da? VNJ. men ham to'g'risi uncha zo'r tushunmayman bu viza, dokument, boshqa zo'r anaqa разбираться qilmayman. VNJ bor deydi, ruschasiga aytdi, VNJ deydi. Временно постоянно. Keyin PMJsi bor. PMJsi esa постоянный место жительства. Demak siz постоянно место жительствоga yaqinda viza topshirasiz. Da. Aman Sanda VNJ bo'ladi. bir haftadan keyin. Shunaqa. Yana nima? Pravaga o'qiymiz. Pravaga xudo xolasa. Men o'ylardim, pravamni shunda kelaman, bu yerda almashtiraman deb o'ylardim-da. Ha, tipo eskisini beraman, yangisini olaman degan. Shunaqa meni больной месtamga urdingiz. Men pravam bor, eskisini beraman, yangisini qaytarib beradi deb o'ylasam, siz aytdingiz keyin. Ekzamen topshirasan, teoriyasi, nazariyasi xuddi Toshkentda qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa topshirar ekanman u yana. Kelganingizdan keyin birinchi marta velosiped haydashni o'rgandingiz. Plus samokat ham. Birinchi samokatni o'rgandingizmi? Yo'q. Birinchi velosiped. Birinchi velosiped. Yo'q, birinchi samokatni o'rgatdingiz. Menga o'rgana olmadim. Mamnaq turardim, tura olmasdim, deymi? Ketib qolardim. Keyin velosiped anaqa uchishni o'rgatdingiz, velosipedni lekin tezroq o'rgandim. Hech qachon siz doimo bitta savol berardingiz. Sitora Bonu rostdan ham hech qachon yoshligingda velosiped uchmaganmisan? Uchmaganman velosiped yoshligimda. 2 kundanmi, 3 kundanmi o'rganib olding? 2-3 kunda velosiped uchishni o'rgandim, lekin menga ko'proq haligacha velik uchish yoqadi, samokatdan ko'ra. Samokatni nimaga yaxshi ko'rmaysan? Жестко yiqilib tushganman. Слишком qattiq. O'zi скоростim 12 mana chida. Yomon yiqilib tushganman. Oyog'im mana shunaqasiga anaqa bo'lib ketgan, ishib ketgan. Ko'karib 1 oyda bitgan. 1 oy, реально 1 oyda bitdi. Biz shaharga ketayotgandik. Qanaqadir tepalik edi, to'g'rimi? Tepalikka chiqdikda, erta qurilish bo'layotgan ekan, yo'l yopiq ekan. GPS aldadi bizni. Keyin orqaga qaytmoqchi edik. Ikkalamizda ikkita samokat, senda alohida, menda alohida. Bu yog'iga qayta olamiz pastlikka. Sen tushib ketyapsan. Bunday tushib ketyapman, qarang. Ikkita tarafda to'rimiz bor-ku. Ha. Men bilyapman, что men gazni bosmayapman. Men gazni bosmayapman, Lekin to'rimizni ham bosmayapman. Qarang, pastlikda, lekin gazim ko'tarilib ketyapti. Ну, конечно, pastlikka tushyapman, gaz ko'tarilib ketdi. Но при этом я не нажимаю. И men miyamda o'ylayapman, что meni скоростim oshib ketyapti. И men anuni bosmadim. To'rimizni. Bir paytda chalpakdek yerda yotibman. Birinchi qaragan narsam Telefonim. Men oldinga borib, hech qayting sinmadimi, hech narsa bo'lmadimi? Telefonim deb yig'lab. To'g'ri, oyog'imga ham qaramadim. O'shanda bilinmas ekan og'riq. Oyog'imga qaramasdan telefonim sindi, singandi. Rasmini qo'yamizmi telefoning bilan? Oyog'ingni. Oyog'immi, rostmi? Rostdan ham yomon yiqilib tushganman. O'sha rasm bormi? Bor. Bor menda. Bo'ldi. Mana rasm ko'rsanglar bo'ladi. Da, bor, вообще жестко yiqilib tushganman. O'shandan keyin qo'rqib qolding-a samokatdan? O'shandan keyin yo'q, umuman uchmadim ham почти. Bir marta. Yo'q, haydading, lekin qo'rqib sekin. Siz ko'rdingiz meni qo'rqqanimni, sizlar meni qo'rqasanmi dedingiz. Ha, deganimda qo'rqma, hech nima qilmaydi, oldingda men borman dedingiz. Keyin baribir mana qanaqadir titrab haydadim, qo'rqdim, juda ham qo'rqdim.
Mhm. Hozir ham samokat yoqmaydi menga. Velik yoqadi. Samokatda qiyin. Men uchun qiyin. Xo'p, endi Germaniyani ovqatlari, produktlar, magazinlar qanaqa? Senga yoqyaptimi? Zo'r, vashshe yoqyapti. Chunki turk magazinlari ko'p ekan bu yerda. Turk anaqa kebob, donerlar, o'zi produktovoy magazin turklarniki ko'p ekan. Bemalol kirib, bizga yaqin bo'lgan mahsulotlar bor ekan. Причем katta. Juda ham katta. Ham vыбор ko'p-da. Vыбор ko'p. O'zingiz men oldin nima yeb yurgan bo'lsam, Toshkentda qanaqa produktlar bo'lsa, qanaqadir yaqin, juda ham bu yerda ham bor. Turk magazinida mazza qilib, bemalol, ishonchli ham. Shu biz yeydigan O'zbekistonda qanaqa tam produktlar kerak bo'lsa, hozir aytganingdek, o'shanga o'xshashi yoki почти o'shalar bor-da. Da. Yana russkiy magazinlar bor, biz hali kirib ko'rmadik. Russkiy magazin Masalan, ko'rmadik. yo'q, bor. Bor. Ko'rmadim. Men bir marta kirganman russkiy magazinga, kichikroq bo'lgan, lekin produktlar вот один. Da. Bizda ham Rossiyadan keladi-ku ko'p. Masalan, nima deydi? Oddiy mayonez masalan. Qanaqa mayonez? Banduel bor-ku. Вот bir xil. Maxeyev, hammasi o'sha, ha. Yoki zgushonka. Bari? Ko'p nimalar. Ko'rmagan ekanman. Lekin turk magazini menga yoqadi. Hamma narsa topsa bo'ladi. Lahm go'sht ham, kolbasa. Kolbasani yaxshi ko'raman. Kolbasalar, hammasi halol, ishonchli, yana vыбор ko'p juda ham. Lekin bilasizmi nima yo'q? Nima yo'q? Qaymoq. Bir marta oldik, o'xshamadi. G'alati. Yo'q, qaymoq bor. Prям nastoящий qaymoq emas. Bizga yoqmadi. Vashshe yo'q, men bitta ham yemadim. Ham o'sha qaymoqni hammasini non qilib yordim. Nonga qo'shib yordim, lekin qaymoq umuman yeolmadik yaxshi. Lekin holvani yedik. Keyin qaymoq qildim. O'zim qaymoq qildim. Sutdan o'zim qaymoq qilib oldim. Non pishirdim. Birinchi marta non pishirding o'zing? Birinchi marta. Osh qilib ko'rdingiz birinchi marta? Osh qilib ko'rdim birinchi marta. Hech samostoятельно qilib ko'rmaganman. Qanaqa qilardim uyda? Tegini olardim, piyozini, go'shtini, sabzini qovurardim, bo'ldi. Oyim kelib qolardilar, guruchini solardilar. Yoki kimdir opam kelib qolardi, solardi, bo'ldi. Konkretno boshdan oxirigacha hech qachon o'zim qilmaganman. Xuddi shunaqa non ham. Non kerak bo'lsa, ko'pincha sotib olardi yoki oyim uyda o'zlari yaxshi ko'rardilar, qilishni o'zlari qilardilar, bo'ldi. Tam sitora non qovur deyishmasdi-da menga. Menga shunaqa deyishsa ham, okey deb magazinga borib olib kelardim. Lekin siz magazin nonini anaqa qilasiz? Men qora nonni yomon ko'raman-da. Ko'p yeganingiz uchun yomon ko'rmaysiz. Men o'ylayman, ko'p yeganingiz uchun zerikib ketganman. Zerikib qolgansiz. Shuning uchun bu yerda non anaqa qilganmiz. Pishirishni boshlaganmiz. Uydagilar dedingiz, uydagilar nima deyapti hozir? Telefonda gaplashsangiz. Uydagilarga men video tashirdim-da. Tashiyman hozir. Qizim, sen o'zing qildingmi shuni? Farruxbek qilmadilarmi deydilar. Chunki siz bilishadi-yu, siz yaxshi ovqat qilasiz, yaxshi narsa tayyorlaysiz. Ishonishmaydi o'zim qilganimga. Uyda qilmasdim-da, chunki men. Uyda chunki qiladigan odam ko'p edi. Oyim qilardilar, opam qilardi. Yoki prosta opam uyiga borib yeb kelardim. O'zim nimadir ovqat qilish kerak demasdim. Hozir ham shoki, ham anaqa приятно bo'ladi-yu. Voy, qizim shuncha narsa qilishni bilar ekan, shuncha narsa pishiryapti deyishyapti. Yaqinda paxlava ham qildim. Video olib paxlavani yuborsam, pishmaganini atelabdan. Pishmaganini yubordim. Mana mana paxlava qilman deb, "Молодец, asal qizim" deb adam yozibdilar. "Asal qizim, молодец, o'zingiz qildingizmi" deb. Nima? Vizangda deb nimadirlar deyishdi, kulishdi, rosa men ustimdan deding-ku. Uydagilar har kuni nima qilishadi? "Yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Anaqa o'g'lim yaxshilarmi?" deyiladi. Keyin bunday qiladi, "Qizim, ko'chaga kamroq chiqqan, magazinga ham kamroq borgin. Faqat uyda o'tirgan. Ko'chaga chiqqanda politsiya seni ko'rib, politsiyani ko'rib qolsa, qo'lingdan qayirib olib ketadi." Qayirib olib ketib, sirrazi aeroportga borib, "Bor" deb uchirib yuboradi deb. Ham oyim ham, adam ham, opam ham hamma shunaqa kulishdi. Ko'chaga chiqmagin, vizang tugab qolgan. Anaqa qilishadi, qo'lingdan qayirib olib ketib qolishadi. Sirrazi bor aeroportga deb o'shga tashlab yuborishadi deb aytishardi. Kulishardi. Ertaga grill qilamizmi?
Ko'chadami? Da, grill bor. Da. Tovuq olib kelamiz. Zo'r chiqadi. Da. Davay. Qanaqadir lahm olib kelamiz. Yana turklar magaziniga borsak, qanaqadir zo'r. Men grill pishirib ko'rmaganman ko'chada aytgancha. Men Da. o'zi ko'p narsa qilib ko'rmaganman. Nimaga bilmadim. Masalan, yana nimani qilib ko'rish xohlardim? Birinchi marta internetga kirding. Instagram ochding, YouTube ochding, yana nima? TikTok ochding. Подписчиklarim bo'ldi meni. YouTube'da ham, Instagram'da ham, TikTok'da ham подписчиklarim ko'paydi. No, eng добрый odamlar meni fikrimcha YouTube'da. Chunki hamma yaxshi kommentariy qoldiryapti. Qizim yaxshi ekan, samimiy ekansiz yoki meni qizim ham Amerika posolstvoga olyapti. Viza yoki kimdir mendan maslahat so'rayapti. Vizani qanaqa bo'lsa bo'ladi deb bilganimcha javob beryapman, sizdan so'rayapman. Ko'p oldingizga yugurib kelaman. Nechta подписчиkingiz bor hozir? 760 ta. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Meni qo'llab-quvvatlab, yozib, like bosib, podpiska qilayotganingizga men juda ham xursandman. Men uchun bu katta motivatsiya. Keyin kommentariy yozayotganlarga вообще сердечно rahmat, chunki men вообще kommentariyaga o'tirib olib, yozishni yaxshi ko'raman. Juda ham. Endi hozir 1000 taga ketyapsiz. Xudo xohlasa 1000 ta bo'lamiz. Ilohim amin. Xudo xohlasa shu 2-3 kunda 1000 ta podpischkim bo'lsin. YouTube'da. Amin, Allohu akbar. Uning uchun podpiska bosib qo'yinglar, 1000 ta bo'lsin Sitara Banoning podpischiklar. Rahmat. Nima qilamiz? Birinchi zo'rku, birinchi marta Instagram ochdim, birinchi marta TikTok, YouTube ochdim. Shuncha meni tanimagan odamlarim meni поддержка qilyapti. Meni umuman hech qachon ko'rmagan, yaqindan bilmagan odam podpiska bosib, yaxshi kommentariyalar qoldiryapti. Men uchun bu juda ham zo'r. Ham juda ham xursand bo'laman. Omadingiz bersin. Podpischikalaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Главный meni motivatorim, конечно, siz. Hozirgina urushib oldik bitta. Urushib oldik video olayotganda. Nima qilamiz endi? Tugatamiz. Tugatamiz endi shu bilan. Germaniyadagi hikoyalarimiz tugamaydi, davom etadi. Podpiska yana, like, kommentariy. Nima derdi? Kolokolchik deydimi? Kolokolchik nimaga o'sha? Yangi video chiqqanda уведомление deydi. Уведомление. Eslatma keladi. Telefonga chung etib yangi video chiqdi deb keladi, o'shani bosib. O'shani bosib qo'ying. Hammaga xayr. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Bizning firmenniy xayrlashuvimiz bor. Bu 1 2 3 Kamsamida. Xayr. Всем пока. To'xting. Bunday qiling. 1 2 yiqilib tushmaymanmi? Yo'q. 3 Shahar bo'yindan yaxshi. yiqilib tushyapman. Otib olsanglar hozir borib.